muyassar ayladi va hamda bu ojizona gunohkor ko'zlarimiz bilan Alloh taolo o'zini baytini ko'rsatishni yana bir bora muyassar ayladi. Kelinglar yaqinroq. Hammamiz yaqinroq kelamiz. Boshlanadi. Boshlanishligi qanday bo'ladi? Xonalarimizda yuvinamiz, tozalanamiz, tayyorlanamiz. Tayyorlanishning mobaynida badanlarimizni to'plab, umra uchun kiyim, maxsus kiyim, işte ulardan iborat sochiq qismlari, sochiq qismlari kiyimdan iborat narsa bo'ladi. Shuni ehrom deyiladi, ehrom kiyimi deyiladi. O'zi asli ehrom niyat bo'ladi. Ehrom niyat bo'ladi. Niyat so'nggilardan boshlaymiz. Buni kiyib olganimiz bilan ehrom muhrib bo'lib qolmaymiz, ya'ni ehrom kiygan bo'lib qolmaymiz. Faqatgina bu kiyim bo'ladi, maxsus. Buni kiygandan keyin ichki kiyimlarimiz, tikilgan kiyimlarimiz va niyat qilganimizdan keyin mumkin bo'lmay qoladi. Niyatda qilganda asosan boshlanadigan umra amalimiz o'sha vaqtdan boshlanadi. Bungacha buni kiyishlik tartiblarini o'rgatib qo'yamiz. Buni kiygandan keyin shu kiyishlik mobaynida atir sevib olishingiz mumkin. Shu o'ylab olishingiz mumkin. Lekin kiygandan keyin niyat qilib qo'ygandan boshlab bu yog'iga yetishgunimizga qadar, umra amalimizni bajarib bo'lgunimizga qadar, sochlarimizni olib bo'lgunimizga qadar atir ishlatmaymiz. Mana shu niyat bilan nima bo'ladi? Muhrim hisoblanamiz, ehrom kiygan bo'lamiz. Ehrom kiymagan vaqtdagi ishlarni harom qiladi. Mumkin bo'lmaydi. Mana kiyishlik tartibi, o'rashlik tartibi. Mana bu ikkalasini bir juftlab turib bir tomonga suramiz. Mana shunday suramiz. Qo'limizni bo'yiga qo'yib, bunga qaytarib olsak ham yaxshi bo'ladi. Qaytarmasdan mana shunday holatda qo'ysa ham bo'ladi. Qaytarib olgan holatda mana shunday burasi o'zi kamar ham shart bo'lmaydi. Mana shu holatda qorsizdan tushmaydigan holatda mahkam bo'ladi. Yechilmaydi. Kamar kerak emas o'zi aslida. Kamarni taqishlik o'zi aslida mumkin emas. Niyati qanday bo'ladi? Pul solaman deb turib taqsa bo'ladi. Bunasiga kamar makruh bo'ladi-da, kamar taqsa. Kamarni makruh bo'lmasligi yo'li bunasiga soch oldirish uchun pul solaman deb turib solsa bo'ladi. Pul solaman deb turib taqsa bo'ladi. Tushib ketishlik uchun kamar taqishlik makruh hisoblanadi. Ha, umralar bilan bayramlar bo'ladi. Baylasa makruh bo'ladi. Umrasi umra bo'laveradi, lekin nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Endi keyingisi mana. Buni turli xil o'rashlik mumkin. Hamma xohlagan o'zini bilgan usulda xohlagan bo'ladi, lekin hozirgi o'rgatgan juda oson bo'ladi. Ha, tushib ketmaydigan holat. Hamma har xil o'rgatdi. Buni sal kaltaroq qilib bir tomonni sal uzunroq qilib mana bu joyga qistiramiz. Ikkinchisini qo'limizni sal buyoqqa ochib turib mana shuni tagidan qo'limizni chiqarib olamiz. Tagidan olib kelib yelkan joyiga yana kirgizamiz. Gördüler. Mana shu holatda o'rasa bo'ladi. Yana kimdir shunday holatda tashlab oladi.
Bu ham bo'ladi. Lekin tushib ketadi. Tushib ketib qoladi. Tushib ketib qoladi. Asosan mana bu avrat degan narsa bor bu erkak kishida. Ayol kishida avrat bor, erkak kishimizda kindik bilan tizzani orasi avrat. Kindik ham avrat hisoblanadi, tizza ham avrat hisoblanadi. Mana shu joylarimiz ko'rinib qolmasligi kerak. O'tirganda, turganda, yurganda, ha? Chunki bekitishligimiz farz bo'lgan avrat a'zomiz hisoblanadi.